Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana yangi ishlarni o'rnatdik. Xudo xolasa bu o'zimizning mahalla Usmonobodga, Buloqboshini Usmonobodiga o'rnatildi. Ochiladi. Bu baniyasi gullayni qo'yib berdik. Tashqaridan ichkari ko'rinmaydigan, ichkaridan tashqari ko'rinaveradi. Aynalari ham tonirovkali. Ichkari ko'rinmaydi, ichkaridan tashqari ko'rinadi. Qora. Portchkalari ham bor. Ochilib yopilishlari. Shaqiramaydi. Eng yaxshisi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Nomerimiz afishanada.